Har bir sportda qayta takrorlanadigan bir haqiqat bor. Gigantlar hukmronlik qiladi, pul hal qiladi, kuchli klublar sovrinlarni ko'taradi. Ammo 2016-yilda bu suhbatda umuman bo'lmasligi kerak bo'lgan bir jamoa barcha qoidalarni buzdi. Yozilgan qoidalarni ham, hech kim yozishga jur'at qilmagan qoidalarni ham. Chunki Lester qilgan ish oddiy mavsum emas edi. Bu intizom, ochlik va deyarli telbalikka yaqin ishonchdan qurilgan mo'jiza edi. 1 yil oldin ular ligada qolish uchun kurashayotgandi. 1 yil o'tib esa tarixni qayta yozish uchun kurashdi. Va ular buni yulduzlarsiz qildi. Ularni himoya qiladigan tizimsiz qildi. Faqat bitta haqiqatni tushungan 11 nafar futbolchi bilan. Hech kim sizga ishonmasa, demak yo'qotadigan narsangiz yo'q. Va aynan shu sizni xavfli qiladi. Mahrez kutilmagan sehrgar. Vardi zavoddan chiqqan, keyin himoyalarni yakson qilgan hujumchi. Kante maydonni kichraytirib yuborgandek ko'ringan tinimsiz motor. Va Ranieri ko'p marta hisobdan chiqarilgan murabbiy. U esa qo'rqmasdan yetakchilik qilishga qaror qildi. Bu omad emas edi. Bu tasodif emas edi. Bu isyon edi. Gigantlar birin-ketin yiqildi. Chunki Lester shunchaki o'yin o'ynamadi. Ular har hafta butun hayoti uchun maydonga tushdi. O'sha yil bitta narsani isbotladi. Sportda hali ham orzu qilishga haqqi yo'qdek ko'ringanlar uchun joy bor. Lekin ular baribir orzu qiladi. Lester shunchaki ligani yutmadi. Ular o'zlarini mag'lub qilish uchun qurilgan tizimga qarshi urushda g'alaba qozondi. Ular Premier Ligani bu asrning eng kutilmagan hikoyasi bilan larzaga soldi va dunyoga yonib turadigan bir haqiqatni qoldirdi. Gigantlarga to'la sportda ham oddiy insonlar guruhi abadiy afsonaga aylanishi mumkin. Faqat ular hech kim kutmagan ishni qilishga jur'at etsa bo'ldi.